Muddatli to'lovga xarid amalga oshirishingiz uchun nimalar qilishingiz kerak? Hozir men sizga shu qadamlarni sodda qilib tushuntirib o'taman. OpenShopdan istalgan smartfoningiz yoki kerakli texnikangizni xarid qilib olsangiz bo'ladi. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ring. Buning uchun birinchi navbatda One ID ilovasini Play Market yoki App Store'dan yuklab olamiz. Ko'rishingiz mumkin, ilova ochilganda yuqori qismidagi My ID joyini bosamiz. Bu yoqqa tepasiga o'zimizning pasportimizning seriyasi hamda tug'ilgan kun, oy va yilni kiritamiz. Bu narsalarni kiritgandan keyin davom etish bosamiz. Endi shaxsan o'zimiz bu ishni qilayotganimizni tasdiqlash uchun Face ID testidan o'tamiz. Face ID testini xuddi shu tarzda qilasizlar. Mana shu halqa aylanasi qizildan yashilga o'tganda sizlarning o'zingizlarni tasdiqlaydi hamda mana shu oyna ochiladi. Xo'p, bu yerda endi esimizda qoladigan pin kod o'rnatamiz bu yoqqa o'zingizlarnikini. Xo'p, bu yerda keyin buni o'tamiz. Mana bizda My ID ilovasi ochiladi. Keyin My ID dan boshqaruv joyiga o'tamiz. Boshqaruv joyiga o'tganimizdan keyin bu telefon raqamimizni yozib tasdiqlashimizni so'raydi. Mana shu joydan xizmatni faollashtirish qilamiz. Xo'p, bu yoqqa telefon raqamimizni kiritamiz. Keyin telefon raqamimizga SMS kod keladi. Ana shuni kiritamiz. Endi mana bu yoqda ko'rishingiz mumkin. Bizani qaysi hamkorimizdan muddatli to'lovga xarid qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu oyna ochiladi. Misol uchun Uzum bank yoki boshqa Open muddatli to'lov orqali xarid qilmoqchi bo'lsangiz, bizani hamkorlarimiz mana shu joyga kiritib, qulupdan ochib chiqishimiz kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib mana Anor bank o'ng tarafdagi qulupga bosamiz va pastdan ruxsat berishga bosamiz. Keyingi hamkorimiz bo'lsa Pay Later. Bunda ham xuddi shu tarzda mana shu qulupga bosamiz, ruxsat beramiz. Undan keyin Uzum bankga ham xuddi shunaqa qulup ustiga bosib ruxsat beramiz. Undan so'ng Vingoni ham qulupdan ochib qo'yamiz. Uzpaynetni ham ochib qo'yamiz hamda Agrobankni ham qulfdan ochib qo'yamiz limit ajratishi uchun hamda Alif moliya. Barchasiga ruxsat berdik. Mana endi bemalol OpenShop orqali istalgan mahsulotingizni muddatli to'lovga xarid qilsangiz bo'ladi. Yana bir dona qiladigan ishingiz mygo.uz sayti orqali yoki mygo ilovasini yuklab olib, sizda muddatli to'lovga taqiq qo'yilgan bo'lsa, mana shu taqiqni o'chirib qo'yishingiz ham kerak bo'ladi. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun birinchi navbatda bizga mygo.uz ilovasi kerak bo'ladi. mygo.uz ilovasiga kirib olamiz. Xohlasanglar ilovasi, xohlasanglar sayti. Va bu yerdan qidiruv bo'limiga kredit deb yozamiz. Kredit bitimini tuzishga taqiq qo'yish joyi bor. Mana shu joyga bosasizlar. Mana shu joyga bosganimizda xizmatdan foydalanish joyiga bosamiz. Mana shu oyna ochilganda ko'rishingiz mumkin, kredit bitimini tuzishga taqiq qo'yilgan holati. Kredit bitimini tuzishga taqiq qo'yilgan deb yozib qo'yilgan bo'lsa, sizlarda mana shu tarzda muddatli to'lovga xarid amalga oshira olmaysizlar. Buni o'chirish uchun xizmatni o'chirish joyiga bosamiz. O'chirganimizdan keyin bitta ilovani yengillaymiz. Endi kirganimizda hammasi to'g'ri bo'ladi. Bemalol OpenShopdan muddatli to'lovga xarid amalga oshirsanglar bo'ladi.